18 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan erkak, ayol, o'g'il, qiz, semeyni pari hamma uchun ish topdim jigarlar. Juda bir katta bir zavod, tort tayyorlaydigan katta bir zavodda ishchilar kerak. Sirroshni, yotoq, 2 mahal ovqat, registratsiya borib kelish, trudovor uydimlarni hamma narsa bepul. Oyligi $1000 dan $2000 Videoni oxirigacha ko'ramiz diqqat bilan va videoga bitta maksimal like bosib, videoni musofirda ish qidirib yurgan do'stlarimizga Sirroshni yuborib qo'yamiz. Bunaqa ishlar har doim ham chiqavermaydi. Aynan bizning kanalda chiqadi. Shuning uchun Zuhurda Musofir kanaliga obuna bo'lmaganmisiz, tezda obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Demaymiz, boshladik. Assalomu alaykum, musofirda yurgan aka-uka singillar. Sizlarga o'z xizmatlarimizni taklif qilamiz. Inini, siniz, turdoyda ko'r vodamlinasi bilan va zapret proverka va registratsiya xizmati. İsmim Avazxon, shaxsan o'zim javob berib, shaxsan o'zim bitirib beraman. 100% original, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar, tezlashtirib, muhimi sifatli qilib bitirib beraman. Max Telegram, WhatsApp nomerimni yozib olasizlar, aloqaga chiqa olasizlar, kimga qaysi udoqli. +7 926 132 42 42. O'zbekiston nomerim. +99 894 994 77 00. Aloqada bo'lamiz, xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kun deb qo'yamiz. Mana bugun bizda bir emas, ikkita katta bitta zavod, bitta skaladda ishi zo'rini topib qo'ydim. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar. Zavod yo'qsa zavodga, skalad yo'qsa skaladga borasizlar. Demak, birinchi zavod haqida gaplashamiz. Bu tort ishlab chiqaradigan katta bir sex, zavod desak ham bo'laveradi. Mana shu joyda tort tayyorlash jarayoni, kimdir tort tayyorlaydi, kimdir tort bezaydi, kimdir tayyor tortlarni xamirni qo'yadi, paletga soladi, yuboradi. Xullas shunaqa ishlar. Mana video jarayonida ko'rib turibsizlar. Erkak, ayol, yoshdan qat'iy nazar hamma eplaydi, jigarlar. Ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast, город Istroda joylashgan. Moskva yoki Moskovskiy oblast patenti albatta bo'lishi shart. Dokumentsiz ishga qabul qilmaydi. Yoshida farqi yo'q dedi Zuhriddin. Kelaversin, ishlasa bo'ldi, deyapti. Yotoq, registratsiya, 2 mahal ovqat borib kelish forma turida ko'ra o'yinlarni mutlaqo bepul qilib beraman dedi. Hop, smenasi 3220 rubldan boshlanadi. Bundan u yoqqa oyligi ob'yomga qarab ketaveradi. Qilgan ishiga qarab pul to'layveraman dedi. Minimum oyligimiz ham 100 ming rubl jigarlar. Bu degani $1000 dan oshiq. Undan tashqari hamma narsa bepul-ku. Bunaqa shans bo'lavermaydi jigarlar. Hop, bu birinchi ishimiz edi. Oyligi bir oyda 2 marta rashyot. Hop, kim agar mana shu zavod yoqqan bo'lsa, mana Istra nomer qo'yaman. Istraga telefon qilish, zavodga borib ishga joylashasiz. Ha, endi Zuhriddin skaladda qanaqa ishlaydiganlarga, demak, skaladimizda ham mana shu ish jarayoni. Hop, bu skaladda kompyuter tezda yordamida kompyutatsiya ishlari amalga oshiriladi. Bu Valber skaladi. Moskovskiy oblastda hamma rayonida bor. Moskvada, Vnukovoda bor, Domodedovo, Pushkinda, xullas hamma joyda bor, jigarlar. Moskovskiy oblastda patenti Moskva yoki oblast, uni ham qizig'i yo'q. Yoshi ham qizig'i yo'q. Hamma ishlaydi, deyapti. Bu Valbersda полный чисто объемga yotoq registratsiya borib kelishlar, hamma narsalar kompaniya bitta bo'lgandan keyin bepulga beradi jigarlar. Yana bu ishlar haqida to'liq ma'lumotlar mana ikkita nomer turibdi. Kimga Valbers skalad yoqadigan bo'lsa, Valbers nomeriga, kimga Istradagi tort zavod yoqadigan bo'lsa, tort zavodga telefon qilib, yana to'liq ma'lumotlarni o'zingiz uchun utashnik qilib, borib manzillarni olib ko'rib ishni boshlasangiz bo'ladi. Jigarlar, bizdan taklif, sizlardan tanlov. Qaysi yoqsa bemalol borib ishlashingiz mumkin. Albatta borgandan keyin kommentariyada Zuhriddin biz yetib keldik, ish zo'r ekan yoki nima bo'lsa o'shani kommentda yozib qoldirish esdan chiqmasin. Jigarlar, men qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Endi bu ishlar haqida yana to'liq ma'lumotni ekrandagi nomerlardan olaverasizlar jigarlar. Sirroshni aloqaga chiqinglar, joylarimiz soni cheklangan. Hop, bunaqa zo'r ishlarni endi birinchi bo'lib Max ilovasida chiqaramiz. Pastda Max ilovasini silkasi turibdi. Zuhurda Musofir desanglar Maxda chiqadi. Inshaalloh o'sha joyga ham o'tib obuna bo'linglar. Max ilovasida eng tezkor yangiliklar birinchi bo'lib musofirlar uchun chiqadi. Men sizlarni Max ilovasida kutib qolaman. Jigarlar, tezda telefonni bang'alatib hoziroq aloqaga chiqinglar. Joyimiz sizlar uchun kutib turibdi jigarlar.